Kimlar rak bo'lyapti o'zi? Kasallik borgan sari yosharib bormoqda. 1,5 yosh boladan tortib 85 yoshgacha bo'lgan insonlar bor. Bir oiladan 4 ta opa-singil, 3 tasi olamdan o'tgan, uchalasi ham ko'krak saratoni bo'yicha. Hamma bir kuni o'lamiz degan gapni aytadi. San baribir sog'aymaysan endi deganda. Ayolini tashlab qaytib Ayolini Rossiyaga tashlab qaytib ketgan. Endi og'zim oshga yetganda shu kasallikka duchor bo'ldim deydiganlarni ko'p ko'ramiz. San baribir sog'aymaysan endi. Bir oydan keyin olamdan o'tasiz. Nima keragi bor sizga pul rasxod qilib? Men to'xtashimga haqqim yo'q, chunki farzandlarimga kim onalik qiladi deyapti-da. Chunki u ona-da baribir. Shunda ham bolalarni Shunda ham bolalarni o'ylayapti. nima gap bo'lyapti ekan ichkarida? Vaqti kelsa milliardlab pul ham inson sog'lig'idagi muammolarni bartaraf qilib beradi. Ko'chalarni supurib, makulaturalarni yig'ib, ishini olibdi hozir. Yo muddat aytiladi yoki imkonsiz ekani aytiladi. Assalomu alaykum. Hamma bir kuni o'lamiz degan gapni aytadi. Lekin sizga biror yaqiningizning o'limi haqida gap aytilsa, undan og'iri yo'q nazarimda. Onkologik kasallikdan aziyat chekayotganlar va ularning yaqinlari bu og'riqni boshqalardan ko'ra ko'proq his qilishadi. Ya'ni men bir eshitgan, o'zim ko'rgan vaziyatni aytish orqali bunga misol keltirmoqchiman. Shifoxonada onamni davolatayotgan paytimiz yonidagi palataga bir ayol kelib joylashdi. Unga onkologik kasallik tashxisi qo'yilgan. Shifokorlar qo'limizdan kelgancha qilamiz, ammo biz kafolat bera olmaymiz degan gapni aytishgan. O'g'illari bilan suhbatda shunga amin bo'ldiki, ular aytayapti. Hech bo'lmasa bir marta hajga olib kelib olsak, olib borib kelib olsak bo'ldiydi bizga. Ona uchun aytilayotgan o'g'ilning bu gapi meni qattiq ta'sirlantirdi. Nahotki rakdan o'lim shunchalik yengil bo'lsa, nahotki uning davosi bo'lmasa, faqat minglab dollarlarni sarflabgina shu kasallikka qarshi kurashish mumkinmi? Degan savollarga javob olish uchun bugun suhbatdoshimiz O'zbekiston Xalq tabobat akademiyasi a'zosi Yusuf Abdug'ofurovich. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Ro'za Ramazon oylari bilan Rahmat, sizga ham muborak bo'lsin. Rahmat. O'z umuman olganda Halila haqida mendan ko'p so'rashadi-da. Mana YouTube kontentlaringiz orasida bor ekan, ishonchlimi yo'qmi? Lekin yaqinda bir qishlog'imdan telefon qilishdi. Bir inson dedi, shu Halilani ichib tuzalib ketibdi. Bu qanchalik rost deydi. Endi biz o'zimiz gapirganimizdan keyin bizga qo'ng'iroq qilib so'rashlari tabiiyda. Keling, mana shu mavzuga kirishdan avval onkologik kasalliklar haqida biroz gaplashsak. Kimlar rak bo'lyapti o'zi? Mana kuzatuvlaringiz asosida gapiring. Hozirgi paytda 1,5 yosh boladan tortib 85 yoshgacha bo'lgan insonlar bor. Eng kichkina mijozim 1 yoshu 6 oylik bir qizimiz bor, Ominaxon degan. Sarkoma kasalligi bilan kasallanganlar hozirgi paytda Yashnaboddagi onkologik больницada yotibdilar. Eng katta 85 yoshli qashqadaryolik bir inson. Prostata bezidan bo'lganlar u inson hozirgi paytda kasallik borgan sari yosharib bormoqda va bu kasallik vaqtni, mablag'ni va hozirgi paytda insonni tanlamayapti. Juda ham ko'payib ketyapti. Hattoki bitta oiladan 4 ta insonlar ham bo'lgan shu onkologik kasallik bilan kasallangan. Ularning 3 tasi olamdan o'tib, bittasi qolgan. Shunaqa insonlar ham bor hozirgi paytda. Bir oiladan emas. Bir oiladan 4 ta opa-singil, 3 tasi olamdan o'tgan, uchalasi ham ko'krak saratoni bo'yicha. Onkologik kasalliklarning sabablari haqida shifokorlar, mutaxassislardan so'ralganda, ular aniq bir sababni keltirisha olmaydi. Organizmda paydo bo'lgan o'sha hujayralarni o'zini o'zi yeb bitirishi bu tanadagi jiddiy muammolarga olib keladigan holatda. Misollar orqali qaysi taqdirlar sizni ko'proq ta'sirlantirgan? Xo'p, taqdirlar deganingizda aynan qani? Biror bir bemor, masalan, siz ko'p yurasiz, to'g'rimi? Insonlar bilan muloqot qilasiz, mahsulotni iste'mol qilganlar bilan gaplashasiz. Avval qanday edi-yu, keyin qanday bo'lgani haqida gapirib berishadi ular. Bor. Bir inson bor. Samarqand viloyati Narpay tumanida turadigan bir onaxon bor. Salkam 1 yildan beri Halila mahsulotini iste'mol qiladilar. Hozirgi paytda ko'krak saratoni 4-bosqichi bosh miyaga va suyakka metastaza bergan jigar bilan birga. Hozirgi paytda shu insonda na boshda onkologik kasallik qolmagan, na suyakda qolmagan, na jigarda qolmagan. Ko'krakda ozginagina onkologik kasallik bor, lekin 1 oydan keyin olamdan o'tasiz. Nima keragi bor sizga pul rasxod qilib? Pulingizni undan ko'rasi qo'pol ketganda o'limligingizga olib qo'ying, deyishgan insonlar ham bo'lgan u insonga. Lekin u inson sababini qilgan, to'xtab qolmagan.
bo'lmasa yoshlari katta, salkam 50 dan oshgan ayol kishi, lekin shu ayol kishiga kimdir qanaqadir motivatsiya berganki, u ayol to'xtab qolmagan. Hozirgi paytda Allohga shukr, juda ham yaxshilar. O'zi aslida 50 yoshlari katta deb aytish biroz ular uchun erish tuyulishi mumkin. Bu yoqdan qaraganda haqiqatda umrini yarmidan sal ko'proq o'tibdi deb ayta olamizda. Endi o'rta yoshni hisobga olganda. O'zbekistonda ayollarni umr ko'rish darajasi 74 yo 75 yosh atrofida deb olingan bo'lsa, 50 yosh bu endi farzandlarini joy-joyiga qo'yib, endi bir dam olaman, navaralarga mehr beraman, o'zimga e'tibor beraman degan paytda paydo bo'lgan kasallikda va juda ko'p oilalarda ayniqsa endi og'zim oshga yetganda shu kasallikka duchor bo'ldim deydiganlarni ko'p ko'ramiz. Bor. Juda ham ko'p bunaqa insonlar. Hozirgi paytda hatto shu gapingizdan kelib chiqqan holatda narsani aytaman. Bir ayol kishi bor. Turmush o'rtog'i farzandlari bilan Rossiyaga borishgan, onkologik kasallik chalinib qolishgan, doktor ko'rigidan o'tgani borishgan. Farzandlari katta ekan va ayollar onkologik kasallikda o'sha chalinib qolganini eshitib, turmush o'rtog'i ortga qaytib ketgan. Ya'ni farzandlarini olib, "Sen baribir sog'aymaysan endi" deganda, ayolini tashlab qaytib ayolini Rossiyaga tashlab qaytib ketgan. Ayoli hozir o'sha boshqa yurtlarda ko'chalarni sipirib, makulaturalarni yig'ib, ximiya qilyapti hozir. Lecheniya qilyapti hozir o'zini o'zi. Men aytaman, nima sizga sabab? Hozirgi paytda to'xtab qolmasligingizga, turmush o'rtog'ingiz tashlab ketibdi. Farzandlarim xabar olmayapti, deyapti. Yo'q, men to'xtashimga haqqim yo'q, chunki farzandlarimga kim onalik qiladi, deyapti-da. Chunki u ona-da baribir. Shunda ham bolalarni o'ylaydi. Shunda ham bolalarni o'ylayapti. Tashlab ketilgan ona tashlab ketganlarni o'ylayapti, demoqchisiz. Chunki u ona baribir. U sizni mahsulotingizdan xarid qilyapti? Albatta. Iste'mol qilyapti. Yoshi nechida? Yoshlari 45 dan oshgan. 45 dan. Bat mahsulotlari haqida gap ketganda, qanday qilib bu rakka davo bo'ladi deydiganlar topiladi-da. To'ppa-to'g'ri. Va bu savollarga sizlarda javoblar yetarlicha. Albatta. Albatta bu narsa bor hozirgi paytda. Endi nimaga bat misol uchun? Endi keraklik o'limdan boshqa o'zi hamma narsaning davosi bor. Bu narsani hech kim inkor qila olmaydi. Hozirgi paytda hattoki o'zimiz ko'rishimiz mumkin, onkologik kasalliklarda hech narsa qilmasdan turib, misol uchun sog'ayib ketgan insonlar ham bor. Chunki shifo Allohdan, biz faqat sababini qilamiz. Batan bu sabab xolos. Mayli, ximiya olishsin, nur olishsin, har tomonlama parallel ravishda iste'mol qilishni men tavsiya qilaman. Chunki inson bitta narsa bilan chegaralanib qolishi kerak emas. Chunki onkologik kasallik shamollash emas, allergiya emas. Bitta narsani qilsa 3 kundan keyin sog'ayib ketsa. Bu narsada kim qamrovli davolanish kerak. Shunaqangi insonlar bor, hattoki hozirgi paytda Hindistonda davolanib turib, xalilani ichayotgan va Hindistondagi onkologik doktorlarning o'zi xalilani ichgan degan. Xalilani Hindistonga olib ketgan, salkam 10 kun ichgan, 10 kundan keyin to'xtatib qo'ygan. Ichmayman degan. Keyin bizlarning o'ziblarimiz ko'rib, "Mana shu narsani ichsam bo'ladimi?" deb so'ragan doktordan. "Ich, nega ichmayapsan?" degan. Ichgandan keyin o'sha avtomatik o'zgarish 100% ga o'zgargan. Onkologik kasallik 100% ga tezroq so'rilish boshlagan u insonda. Hatto shunaqa insonlar bor. Qaytdimi ortga u hozir? Albatta. Yo davolanishdanmi? Yo'q, qaytib keldilar o'zi. Onkologik kasalliklardan aziyat chekayotganlarning 15 mingdan ortiq bazasi bor, ya'ni mijozlarimiz, jonli mijozlarimiz bor deb aytib o'tdingiz-da. Albatta. Bu qancha vaqt davomida yig'ilgan? Nahotki shunchalik ko'p bo'lsa bu xastalikdan aziyat chekayotganlar? Kundan kunga ortib boradigan ham bo'ladi. Bu hali katta normativ emas. Bu Telegram o'zida. Undan tashqari onkologik kasallik bo'yicha kasallanayotgan insonlar ko'p. Endi bu kasallik ham nima? Birinchi aytaylik oddiy shamollash bo'ladi, mastopatiya bo'ladi, fibrozli mastopatiya bo'ladi, keyin uje ko'krak saratoniga aylanib ketadi. Xuddi shunaqa narsa boshqa kasalliklar ham oddiy kichkina kasallikdan kelib chiqqan holatda keyin u rivojlanib ketaveradi. Ko'pincha holatlarda qalb og'riqlari hattoki insonda kasalliklarni keltirib chiqaradi. Qalb og'riqlari bu tanaga beradigan narsa, ya'ni tanaga berib yuboradi. Qaysidir organga kasallik keltirib chiqaradi. Hattoki Abu Ali ibn Sino ham shu narsani aytgan, ya'ni qalb og'riqlari bu tanaga beradi deb. Hattoki stress, ruhni davolamaguncha tanani davolab bo'lmaydi. Albatta, hattoki stress, depressiyaning orqasidan onkologik kasallik bo'lib qolgan insonlar ham bor menda. Bu haqiqat, yolg'on emas. O'zi tan oladi buni. O'zi tan oladi, chunki shunaqangi holatda bo'ladiki, qaynonam chiqishtirmayapti. Bor. Erim yurib ketgan. Erim chet davlatlarda bitta o'zimman. Farzandlaridan kuygan, muammosi bor, har tomonlama muammo yig'ilib ketgan. U ayolda siqilish, o'sha sekin-sekin gormonal narusheniya kelib chiqadi. Undan keyin o'sha boshqa muammolar o'sha ko'payib boraveradi. Avtomatik shu kasallikdan orqali o'zini davolatmaydi, pulini tejaydi.
Ishonasizmi? 30 ga kirgan ayollarimiz mamolog nimaligini bilmaydi. Ginekolog nimaligini bilmaydi. Shunday savol bilan chiqishadiki, boshimda qattiq og'riq bor, nima qilsam bo'ladi? Yoki ko'kragimda bez kelib qolgan, nima qilsam bo'ladi? Ko'kragingizga bez kelguncha yurganmisiz? Nimaga doktorga bormagansiz? Nimaga ko'rikdan o'tmagansiz? Bilishmaydi ko'pchilik ayollarimiz. Bu kasallik haqida yetarli darajada ularda ma'lumot yo'q ayollarimizda va erkaklarimizda. Rak kasalligi tananing turli qismida xohlagan paytda paydo bo'lishi mumkin-da. Albatta. Va o'zi inson bir kunda bir necha marta rak kasalligiga chalinadi, ammo organizmdagi immunitet Ularni o'ldiradi. unga qarshi kurashish uchun o'zi mustaqil harakat qiladi. Immunitet kurasha olmagan paytda esa u ko'zga ko'rinadigan holatga kelib qolishi mumkin. Birinchi, ikkinchi holatda aniqlansa-ku, xo'p, Xudoni aytgani, Xudoni rahmati bo'libdi deydiganlar bor. 3-4 bosqichda endi deb o'ylanibroq gapiradi-da mutaxassislar. Sizda ham shu o'ylov bormi? Yo'q. 4-bosqich bo'ladimi, 1-bosqich bo'ladimi? Yo'q. U endi to'g'ri avvalambor Alloh, lekin mana shu oddiy kasallik xolos. Demak, hammasini yengib o'tish mumkin demoqchisiz. Albatta. Mana hozir aytib o'tirman, asosan bizda ko'proq 4-bosqich bilan kasallangan insonlar. O'tkazib yuboradi. Albatta. Kuni kecha mana bir xotin bilan o'sha muloqot qilib turardik. Ayollar ko'krak saratoni 4-bosqichi. Promo efir qilib turaman Telegramda chiqib, aytayotdi Yusufbek, Alloh rozi bo'lsin sizdan, ayolimda salkam 90% o'zgarish bo'lgan. Hattoki Farg'onadagi onkolog doktorlarimiz bu mahsulot bo'yicha qiziqishyapti deyapti. O'sha inson aytayotdi, yaqinda umraga borib kelishdi ayollari bilan. Hozirgi paytda Alloh shukr juda ham yaxshi. Nimaga unaqa demoqchiman? Chunki bu misol necha yoshsiz hozir? 28. 28 yosh. Bu sizni qo'rqitadimi yoshingiz? Yo'q, albatta. Nimaga? Sabab, misol uchun salkam 7 yildan keyin siz salkam 35 ga kirasiz. Hozirgi paytda 35 ga kirayotgan insonlar bor, kirmayotganlar bor. Yoshimiz katta bo'lyapti. To'g'ri. Lekin kimnidir son qo'rqitadi. Bu onkologik kasallikda ham 1-bosqich ham 4-bosqich ham bu son xolos. Lekin uni yengsa bo'ladi. Agar insonni yonida turadigan dalda bo'lib turadigan insonlar yaxshi bo'lsa, agar u insonni qo'llab-quvvatlab turadigan insonlar yaxshi bo'lsa, albatta yengib chiqadi. Nechinchi bosqich bo'lishidan qat'iy nazar, chunki bu narsaga o'zim guvoh bo'lganman. Qancha bemorlaringiz foizlarda taqsimlaylik 4-bosqichda? Taxminan endi 80%. 4-bosqichda qabul qilyapti. 80%. Demak, har bir xonadonga borib olib yurayotgan o'sha fikrlar, mulohazalar, minnatdorliklar bu ana shu kasallikdan tuzalganlar, to'g'rimi? Biz uchun natija, o'zingiz o'ylab ko'ring, bir inson to'shagim qanib qolgan, yotibdi, ovqat yemayapti, uxlamayapti, bir oydan beri uxlamayapti. Ko'ngli aynayapti, faqat qusyapti. O'sha inson 3 kundan keyin ovqat yeyishni boshlayapti, uxlash boshlayapti. Bu siz uchun nima? Natija albatta. Bu biz uchun natija. O'sha o'zgarish bor degani. U yog'i insonning o'ziga bog'liq. Ya'ni u yog'ini olib ketish. Bir voqea bo'lgan. Surxondaryolik bir ayol qo'ng'iroq qilibdi. Ko'krak saratoni 4-bosqichi, ikkita ko'kragini kesib tashlashgan operatsiya orqali buyragiga metastaza bergan. Buyraklari endi operatsiyadan keyin yara bitmagan. Chunki immunitet yaxshi ishlamayapti u ayolda. 3 oy davomida halila mahsulotini ichib, Yusufbek bo'ldi, to'xtataman dedilar. Ichmayman dedilar. Nimaga opa? Sabab deyapman. Opa, endi ertagacha ular bilan ishladim. Chunki iloji boricha har bitta mijoz bilan ishlashga o'zim harakat qilaman. Ishladim, ichmayman Yusufbek, og'riq kuchaydi deyaptilar. Bo'lmasa opa, men siz bilan boshqa shug'ullanmayman, to'xtataman dedim. To'xtatdim. Oradan 2 hafta vaqt o'tdi. Ertalab soat 5 da qo'ng'iroq qilyaptilar. Ko'tardim. Assalomu alaykum, labbi eshitaman. Yusufbek, mana kechiring uka deyaptilar. Nima bo'ldi opa? Desam, doktor ko'rikdan o'tgandim. Hech qatimdan onkologik kasallik qolmabdi deyaptilar. Hech qatimdan onkologik kasallik qolmabdi deyaptilar. 100% sog'ayib ketganlar. Doktorlarning xuddi shunaqa zakljuchini qilib yozib bergan. 2 hafta o'tgandan keyin olamdan o'tdilar. Sababi bayaqida deyotganlarida endi yara bitmagan hali. Yara bitish uchun immunitet hosil bo'lishi kerak. Immunitet yaxshi bo'lishi kerak. Men nomini aytib o'tirmayman. Bir mahsulot ichganlar, u mahsulot o'sha ichlarini kuydirib olgan, tanishlaridan kelib chiqqan holatda eshitib ichavergan. Bizning kasalimiz shuda o'zi aslida. Shuna ichganlar, ichlari kuyib ketganda. Endi nima demoqchiman? Avvalambor Alloh ko'ryapsizmi, misol uchun onkologik kasalidir, sog'aydir, lekin boshqa narsadan ketdi. Hech kim bilmaydi nima bo'lishini ertaga. Shunaqa. O'zi aslida taqdirga yozilgan yoshning ma'lumligi tayinda. Xudoy taolo bizni necha yoshga kirishimizni yozib qo'ygan. Va mana shunaqa suhbatlar tashkil qilayotganimda bir asabni buzadigan izohlar yozishadi-da.
baribir Xudoni aytgani bo'ladi. Baribir peshonaga To'g'ri. yozilgan yosh. Buni hech kim inkor etmaydi. Men aytadiganim shu. Marra tayin, lekin unga qanday yetib borishni o'zimiz tanlaymiz. Kimdir emeklab boradi, kimdir yugurib boradi, kimdir Aynan. sog'lom boradi. Aynan. Va mana shundan kelib chiqqan holatda hammasi Xudodan, endi men kasal bo'lsam ham bu ham Xudodan, men yashab ketishim ham Xudodan deb sababini qilmasdan yashash ham aslida noto'g'ri, chunki biz sababiyatlar olamida yashaymiz. Sen qadam tashlamasang yura olmaydigan olamda yashaysan. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsak. Va yuqorida mana aytib o'tdingiz, mijozlar haqidagi fikrlar va 100% degan so'zni ishlatishdan qo'rqmayapsiz-da. Bu shu qadar mahsulotga bo'lgan ishonch va mijozlardan olingan fikrlar xulosasimi? Da, chunki agar shaxsan o'zim balkim ishlolmaganimda 4%, 4-bosqichga yetasiz, to'g'rimi? O'zi aynan umuman. Kasallikdan 100% qutuldi degan jumlani ishlatishga qo'rqmayapsiz. Yo'q, chunki bu haqiqat. Bor narsani aytaman. Mahsulot 100% hamma onkologik kasallikka yordam beradi demayman. Chunki shifo Allohdan. Chunki misol uchun bu inson ham onkologik kasallik bo'lib turib, bu inson ham onkologik kasallik bo'lsa, kimni organizmi kurashuvchiligini men bilmayman. Shifo Allohdan. Biz faqat sababini qilmoqchimisiz? Mana misol uchun o'zingiz aytyapsiz. Hozirgi paytda bo'sh qo'l bilan o'tirib misol uchun inson qo'pol qilayotganda oxirini kutish ham o'zining qo'lida, yoki men sog'ayaman, men harakat qilaman, nimaga men ichishim kerak emas, nimaga men harakat qilishim kerak emas deb turib, harakat qilish ham o'zining qo'lida. Bunga bir misol ham keltirish mumkin, juda ham ko'p misol keltirish mumkin. Hozirgi paytda xaridlar mahsulotini birinchi bo'lib kuzatadi, 3 oy, 4 oydan keyin olib ichadi. Birinchi bosqich deydi, keyin 4-bosqich o'tgandan keyin oladi. Lekin vaholanki hop Hindistonga ketyapsizmi? Hindistonga ketayotganingiz olib keting yoki ichib keting. Hattoki Amerikada ichayotgan insonlar ham bor. Ko'pchilik menga ham qo'ng'iroq qilishadi, Yusufbek, 100% kafolat berasizmi deydi. Yo'q. Nimaga? Shifo Allohdan. Men shu hammani tanasi individual. Albatta, men o'zim ko'rgan narsani, bor narsani aytaman. Chunki men yo'q narsani aytib nima qilaman? Insonlarga, men faqat insonlarni motivatsiya olishini xohlayman, bor narsaga ishonishini xohlayman, yo'q narsaga emas. Chunki u ham xuddi shunaqa kasallik bilan kasallanganda, chunki agar hozir men u insonlar rasmini ko'rsatgan bo'lsam, hattoki o'zingiz qo'rqib ketasiz. Shunaqangi insonlar. Avvalgi va hozirgi holatini taqqoslash uchun bo'ladi-da bu. Albatta, unaqa narsa qilsangiz ham bo'ladi bu. Chunki insonlarda, misol uchun, birinchi navbatda ularga bo'lgan, xo'p, o'ylab ko'ring. Siz oldingizga bir inson keldi, 4-bosqich onkologik kasallik bilan kasallanib qolgan. Sizda bir mahsulot bor. U insonga nimaga deb javob bergan bo'lardingiz? Umid ko'zi bilan qarab turibdi. 1 yosh, 2 yosh, 3 yoshli bolalari bor u ayolning. Boquvchisi yo'q, o'zi bemor. Nima degan bo'lardingiz? U shaxsan o'zingiz fikringiz. Albatta, qo'ldan kelgan oldidan chiqqan ham imkoniyatdan foydalanish. Albatta. Menda ham xuddi shunaqa narsa. Chunki men hozir salkam 15 minut insonlar bilan ishlayotganim uchun ko'rayotgan narsalarimga aytaman. Kuni kecha mana bir ayol yozyapti. Xaridlar mahsulotini oldim. Salkam 2 oy bo'lyapti, lekin men ichmagandim. 10 kun ichdim. Menda deyapti, qanaqadir og'riq kuzatdim, men boray deb ichmadim. Keyin o'ylab qaradim, salkam 30 kundan keyin ichishni boshladim. Allohga tavakkal, shuni sotib oldim, endi ichmasam bo'lmaydi deb ichish boshladim. Ichishni boshlaganimni bilaman, men ovqatlanmasdim, yurmasdim. Yurishni boshladim, ovqatlanishni boshladim, ishtaham ochilishni boshladi, o'zimni tetik his qilishni boshladim. Men afsuslanyapman, nimaga bu narsani men oldinroq ichmadim. Hozirgi paytda bu narsani ichishim birinchi sababi bu reklama emas. Bu haqiqat. Bor narsani aytyapman. Agar xohlasangiz, hatto shaxsan o'zingiz ham mana bemalol natija ko'rgan insonlarimning telefon raqamlarini, hattoki manzillarini berishim mumkin. Men har doim aytganman, kimdir boraman desa boraman. U narsadan cho'chimayman, chunki har bir inson o'zini yaqini uchun o'zini peshona teriga sotib olib beradi. Va kimdir, menimcha bu mening fikrim, yo o'zini onasini, yo otasini, yoki farzandini bunaqa kasallik bilan kasallanib qoldim deb pul uchun olib chiqmaydi. Bu mening shaxsiy fikrimdir. Albatta. O'z umuman bat sohasidagi ba'zi hamkorlarimiz bo'lgan va hozir ham bor. Lekin ular bilan ishlash davomida ba'zida ular tayyorlayotgan va xalqqa taqdim qilayotgan mahsulotning foydasini ich-ichimdan his qilaman-da, o'zim ham iste'mol qiladigan bat mahsulotlari bor bugungi kunda. Lekin ba'zi bat mahsulotlari sabab bugun O'zbekiston bozorida bat ishlab chiqaruvchilar infolotibozlarga aylanib qoldi-da. Ya'ni yo'q ma'lumotlar haqida gapirib, yo'q tarkib haqida gapirib sotish ortidan odamlar natija olmadi va bat bozorida kasodga uchragan ko'p mahsulotlar haqida eshitdim. Bor. Va oyoqda turganingiz sababi nimada? Hop, birinchi sababi batni o'zi to'g'ri tushuntirib berish kerak. Avvalambor u nimaligini, ya'ni insonning organizmida u gormon emas, ximikat emas, vitamin emas.
insonlar kutayotgan natija birpasda bo'lmasligini to'g'ri tushuntirib berish kerak. U narsaga vaqt kerak. Misol uchun bitta kasallik chiqishi uchun ham organizmda nechadir oy davomida shu kasallik rivojlanib kelgan bo'ladi. Hattoki yillar. Albatta. U kasallikning turiga qarab-da, u narsani bilish uchun va davolash uchun vaqt ketadi. Bas sohasi men ham ko'p eshitganman, ular tavsiya qilayotgan vaqt emas. Misol uchun menga ham ko'pchilik inson chiqadi, 40 kundan keyin natija ko'ramizmi? Yoki 30 kundan keyin natija ko'ramizmi? Shunaqa narsa yo'q. 120 kun ichishing shart, bo'lmasa olmang, ichmang. Ana undan keyin 1 yildan 2 yilgacha ichasiz kamida. Chunki onkologik kasallik bu ham qondan, ham suyakdan, ham teridan, ham yumshoq to'qimadan chiqib ketish uchun hazilakam vaqt ketmaydi. Boshqa mahsulotlar bo'yicha ham xuddi shunaqa narsa agar to'g'ri ma'lumot berilsa, bu albatta birinchi navbatda insonlarda ishonch bo'ladi. Va bizlarning oyoqqa turishimizga birinchi sababi bu natija ko'rayotgan insonlarning duosi. Chunki mana kuni kecha ham bir inson Hindistondan qaytib kelganda, doktorlar qaytarib yuborishgandi. Shu mahsulotni ichib, hattoki bitta emas, nechta insonlar umra safarlariga borib, ana o'sha yerda bizlarni duo qilyapti. Bu haqiqat, ana shularning duosi avvalambor. Chunki bu xalqning duosi. Agar xalqning duosi bo'lmaganda, biz baribir ko'tara olmasdik. Ming yugurmaylik, ming harakat qilmaylik va albatta Alloh qilib yurgani bo'ladi. Lekin birinchisi shu duosi. Chunki kimdir onasi natija olyapti, kimdir otasi, kimdir farzandi, aytaman, hattoki kichkina bolachalar ham borda. Mahsulot tarkibi nimalardan iborat o'zi? Hozir bu bilaman, bu suhbatimiz juda ko'p shifokorlarga yoqmaydi. Albatta. Juda ko'p onkologik kasalliklar bilan ishlaydigan shifokorlarga yoqmaydi. Bilaman, O'zbekistonda ba'zi shifokorlar bor, onkologik kasalliklarni davolash imkoni bo'la turib, shu 1-2 atkatini olaman deb chet elga jo'natib o'tiradigan shifokorlar bor. Qolib aytganda. Bu suhbat ularga yoqmasligi aniq. Lekin bizni ko'rayotganlar bu mahsulotni olib foyda ko'rgandan keyin shu duoga biz ham qo'shib qo'yamiz degan xulosadamanda va mahsulot tarkibi haqida so'ramoqchiman. Xo'p, birinchisi endi nima demoqchiman? Hozir bundan oldingi so'zdan gapingizga qaytsak, shifokorlar haqida birinchi navbatda shifokorlarga bu narsaning umuman aloqasi yo'q deb bilaman. Chunki bu insonlarga aloqador narsa-da, chunki sog'liq ularniki. Albatta ular harakat qilishi kerak. Doktor oldiga borish uchun ular harakat qilib yurib turib boradi, to'g'rimi? Bu narsa ham xuddi shunaqa narsa. Men o'ylayman, endi doktorlarni ham, bizani ham insonlarga manfaatimiz tegsa, bu bizani foydamiz deb o'ylayman xolos. Chunki bu yo'lga chiqishimizdan maqsad qaysidir doktorni yoki qaysidir vrachni dumini bosish emas, umuman bu emas. Va xalila mahsuloti o'zi bu kompleks. Bu juda ham katta mahsulot hisoblanadi. Uni 6 ta qadog'i bo'ladigan bo'lsa, 6 ta qadog'ini ichida salkam 30-40 dan oshiq giyoh bor. Ya'ni misol uchun bitta xalilani o'zida nomi xalila xolos, uning ichida 60 dan oshiq giyoh bor. Xalila, sariq xalila, qora xalila, balila, undan keyin sumbula, zanjabil, sarvunjon, holvunjon juda ham ko'p giyohlari bor. Ayniqsa uning ichidagi giyohlari bu insonning organizmidagi o'sha bilsangiz agar issiq va sovuq mijoz bor. Shu narsadan kelib chiqqan holatda normasi olinib turib, insonning hammasiga o'sha normal holat ta'sir qilishi olib hisobga olingan holatda tayinlangan. Va undan tashqari insonning organizmidagi o'sha 60 xil giyoh bu har bitta va xavfli va xavfsiz bo'lgan o'simtalarni bloklash uchun ancha yaxshi yordam beradi. Ya'ni bu yordamchi holatda insonning organizmida juda ham yaxshi yordam berib kelyapti. Bu mahsulotlar qayerda yetishtiriladi, qayerdan olib kelinadiki, qadoqlanadi? Bu mahsulot avvalambor o'zimizda qadoqlanadi, O'zbekistonda. Ichidagi giyohlarini, sostavlarining barchasi ko'proq Misr va Xitoydan keladi. Sababi u yoqdagi ekstraktlarning kuchi boshqacha. Va ularning ta'siri boshqacha. O'zimizda yetishtirilayotgan mahsulotlardan ham tarkibiga qo'shiladimi? Ya'ni plantatsiyalar bo'lishi mumkin. Bor, lekin yo'q, asosan yo'dan keladi. Asosan chetdan keladi. Qadoq bu yerda. Qadoqlanish va yetkazib berish o'zimizda. O'zingiz tomoningizdan qilinadi. Mahsulot iste'molida yoshi katta yoshlar haqidagi tafovutlar haqida gapirib berdingizda, 1,5 yoshli bola, 2 yoshli bola deganingizda savol tug'ilishi tabiiy. Buni bolalar ichsa ham bo'ladimi degan. Xo'p, o'zimni Allohga shukr, 1,5 yoshli o'g'lim bor. Soppa sog'lom. Ichadi u ham. Albatta bu narsani nimaga aynan bemor bo'lganimizda harakat qilishimiz kerak. Nimaga misol uchun aytaylik, qo'pol qilib aytganda kasalligimizni bilganimizda ichishimiz kerak. Sog'lom inson ham bu narsani ichsa bo'ladi. Shaxsan o'zim ham ichaman.
aqlimiz yaxshi rivojlanishi uchun, eslab qolish qobiliyatimiz yaxshi bo'lishi uchun, ovqat yaxshi hazm bo'lishi uchun, immunitetimiz ko'tarilib turishi uchun, undan tashqari yana organizmimiz yaxshi ishlashi uchun, hattoki hozirgi paytda ko'p erkaklarimizda hojatga tez-tez qatnash bor. U narsa uchun misol uchun. Chunki bu kasalliklar bu boshlang'ich etapda baribir. Insonda qaysidir kuchliroq kasallik uchun sabab bo'lishi mumkin. Shu narsani oldini olib yurish maqsadida juda ham ko'pchilik inson ichadi bu narsani. Mayda sabablar katta Kasalliklarni natijani, kasallikni hosil qiladi. Va men aytaman-da, odamlar pul topib, pulini sog'ayish uchun sarflaydigan bo'lib ketyapti borgan sari. Odamlar kredit olib, bankdan dori-darmon, kredit olib, aptekadan dori-darmon olib, xirurgga borib operatsiya qildirib, yana reabilitatsiyasiga shuncha vaqt sarflaydigan paytgacha kutyapti sog'ligida jiddiy muammo bo'lishini. Va hisoblab chiqdimda, o'zi aslida sog'lom yashash juda ham arzon ekanda. Lekin nosog'lom yashash undan 5-10 barobar qimmatga tushadi. Hozirgi hayotimizda ham iste'mol qilayotgan taomlarimizni, kechki ovqatni hisoblaydigan bo'lsak, do'stlar davrasida o'tirsangiz kamida 150-200 ming so'mlik xarajat qilasiz iste'mol uchun. Lekin shuni o'rniga sog'lom ovqatlanish ratsionini tanlab, uyda salat yeydigan bo'lsangiz, salatingiz 10 ming so'mga ham tushmas ekanda. O'zim hisoblab chiqdim shu narsani. Va odamlar shunaqa, bizda tunda borib choyxonada osh yeb, uyga borib ovqatini achitib uxlaydigan odamlar. Va kasal bo'lgandan keyin sizga qo'ng'iroq qilib, menga 10 kunda natija qilib ber deydigan odamlarda bor. Va aynan shifokor oldiga borgandan keyin ham qatorlatib dori-darmonlarni olib chiqadigan odamlar. Tanlash imkoniyati bor-ku sizda deyman. Sog'lom yo'l bilan yashaganingizda shu dorilargacha yetib kelmasligingiz mumkin edi. Va aynan bad mahsulotlarni iste'mol qilayotganlar ham buni 100% tabiiy ekanligini ishonch bilan ichish kerak, to'g'rimi? Va mahsulot haqiqatda 100% tabiiy, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin shu joyda bir narsani aytaman, hozir aytasiz, sog'lom inson nimaga harakat qilmaydi deb. Biz baribir o'zbek xalqi shunaqa xalqmizda, sog'lommiz, hozir tetikmiz, ishlab olishimiz kerak deymiz. Ya'ni bosib olishimiz kerak deymizda. Bolam deymiz, ayolim deymiz, uy joy deymiz, mashina qilishim kerak, to'y qilishim kerak, lekin bir narsani sal o'ylashmaydi. To'g'ri, ishlash kerak, harakat qilish kerak, lekin bosib olganingizdan keyin Alloh asrasin, shu narsani ko'rmasligingiz ham mumkin. Bu haqiqat. Agar siz hozir parallel ravishda sog'lig'ingizga ham e'tibor berib turib, ham ishlasangiz, bu boshqa narsa. Agar lekin siz hozir yoshingizda ishlab turib, ertaga misol uchun shu to'y qilaman, qiz chiqaraman degan paytingizda ertaga keyin shu yig'ilgan xarajatlaringiz o'zingizga ketib qolishi mumkin. Salomatligingizni tiklashga ketib qolishi mumkin. Bitta narsa borda, hayotda sog'lom bo'lish uchun kurashib qiyinchilikda yashash va zavq ichida yashash. Ikkalasiga ham sarf ketadi o'z aslida. Odam shifoxonada yotib davolanish uchun ham 10 million so'm sarflashi mumkin. Misrga borib dam olib kelish uchun ham 10 million so'm sarflashi mumkin-da, lekin ikkalasini sarfi ikki xil. Va meni bir tanishim bor edi, yuqoridagi fikringizdan kelib chiqib, o'pkasida rak aniqlanganda, adashmasam, shu nafas yo'llarida edi. Shuncha topgan pulimni olib chiqib ariq oqizinglar degan. Men shu gapini o'zim eshitganman. Menga aytishgan, gaplashgan odamlar, ya'ni nimaga? Men shuncha pul yig'ibman, shuncha boylik orttiribman, lekin meni shu orttirgan boyligim meni shu kasallik bilan kurashishimga asqotmadi. Chunki u vaqtida kurash yo'lini tanlamagan, bilmasdan o'tkazib bordim degan bahonalar bo'lgan va adashmasam, juda ham yosh, shu 45 yosh atrofida olamni tark etdi-da. O'zidan keyin farzandlari qoldi, turmush o'rtog'i va o'zi umuman orttirgan hamma narsasi ortda qolib ketdi. Siz bemorlar bilan muloqot davomida yana nimalarni tushuntirishga harakat qilasiz ularga? Bir 6 oy oldin bir qo'ng'iroq bo'ldi menga. Bir inson telefon qilib, otamda o'pkada onkologik kasallik aniqlanibdi, Yusufbek, ahvollari juda ham og'ir. Agar otamni davolayman desangiz, hozir siz bilan boraman, shuni mashina jo'nataman, salonga kirasiz, xohlagan mashinangizni tanlab olasiz. Natija ko'rganlardan keyin, xudo xolasa, nima desangiz olib beraman dedilar. Keyin o'shanda ularga aytaman, aka, shifo Allohdan. Men sizga hech qanaqa kafolat bermayman. Shifo Allohdan. Agar siz otajoningiz sababini qilmoqchi bo'lsangiz, ertaga nimadir bo'lib qolsa, Alloh asrasin, o'zingiz yeb bitirmaslik uchun harakat qilmoqchi bo'lsangiz, men tavsiya qilaman. Bo'lmasa yo'q. Nimaga bu narsani aytayapman? Chunki vaqt kelsa milliardlab pul ham inson sog'lig'idagi muammolarni bartaraf qilib bera olmaydi.
xuddi shunaqa iloji boricha iloji boricha inson baribir o'zi uchun o'z vaqtida kurashishi kerakda. Vaqtini, yoshligini, sog'lig'ini qadriga yetish kerak. Menga qo'ng'iroqlar bo'ldi, menga telefon qilishdi deganingizdan xulosa qiladi-da bizni kuzatayotganlar. Har bir mijoz bilan Yusufbekni o'zi gaplashadi. Ha, shunaqami? Yo'q, endi men asosan Telegramdagi insonlar bilan ko'proq o'zim ishlayman. Sababki tabib bo'lganligim uchun, o'zim shu sohaga qiziqqanligim uchun iloji boricha tunu kun o'zim gaplashishga harakat qilaman albatta. Lekin bizning mutaxassislarimiz bor. Albatta o'tirib ular bilan gaplashadigan alohida mutaxassislarimiz bor. Juda ham ko'p ular bor. Lekin baribir o'zim hali hamon ular bilan ishlayman. Shifokorlar bilan muloqot haqida o'ylab ko'rganmisiz? Ular sizni qanday qabul qilishadi? Qabul qilishgan yoki qilishmoqchi emas? Endi to'g'risini aytadigan bo'lsam, shifokorlar bilan hali muloqot qilishni o'ylab ko'rmaganman. Lekin hozirgi paytda Halila mahsulotini juda ham ko'p bilaman, aniq. Shifokorlar eshitishgan, bilishadi, chunki Toshkent shahrida ham juda ham ko'pchilik mijozlarimiz iste'mol qilib, natija olayotgan insonlar nima qilyapsiz? Nima ichyapsiz siz deb so'rashgan insonlar bor. O'shaning uchun lekin o'zim hali yo'q, o'ylab ko'rmaganman. Hech qaysidir ular bilan ishlashga yoki misol ular bilan suhbat qilib ko'rishga harakat qilmaganman. Chunki ularning eng katta sababidan biri ulardagi bo'lgan ishonch agar ular uyg'onsa, unda boshqa narsa. Agar insonda ishonch bo'lmasa, unga u tomonga qarab qadam bosish uni foydasi yo'q. Agar ular misol uchun qo'ng'iroq qilib turib, "Mana shunaqa ekan, keling birlashtiraylik, xalqqa tezroq foydamiz tegsin" desa, unda boshqa narsa. Lekin men borib har bittasini eshigiga tegin taqillatib turib, "Keling shu narsani birlashtiramiz" deydigan bo'lsam, ertaga ular yo'q deb tursa, unda foydasi yo'q. Chunki ularda ixlos xo'p degani bilan, lekin misol ularda xohish bo'lmasa, ixlos bo'lmasa foydasi yo'q-da. Faqat shifokorlarda emas, qabul qilayotgan odamlarda hamda, ya'ni ixlos bo'lsa, muhabbat bo'lsa, hammasini o'zgartirish mumkin. Albatta, bu rost, bu haqiqat. Bizda hozirgi paytda misol uchun insonlarning orasiga nimaga bu narsa haliyle zanjir bo'lib ketayotgan sababi bir-biridagi o'zgarish. Ya'ni guruhda bir-biridan eshitadi, "Rahmat Yusufbek, Halila kompaniyasiga rahmat. Mana shunaqa ichyotgandim, natija ko'rdim, ishtahalarim ochildi, og'riqlarim qoldi" degan narsani eshitib turib, bir-biriga ulashishadi, bir-birini eshitishadi. Hattoki ko'chada o'tirgan inson kasal bo'lib qolsam, "Siz mana bunaqa narsani eshitdingizmi? Ichib ko'ring" deb turib, bir-biridagi ishonch bu hozirgi paytda yana bir narsa, Halilani ushlab turgan narsa, ishonch mijozlarimiz orasidagi. Og'izdan og'izga o'tib ketayotgan jarayon demoqchisiz. Ota-onasi, yaqinlari, turmush o'rtog'i, farzandlari ayni kasallikdan aziyat chekayotgan insonlarning o'zi va atrofidagi insonlar ham aynan buni og'rig'ini parallel his qiladi-da. Kasal tanada og'riq his qilsa, uni yaqini qalbda og'riq his qiladi. Va shifokor eshigi oldida turib, kasal tashqariga chiqarilgandan keyin nima gap bo'lyapti ekan ichkarida deyishni o'zi qanchalik og'irda. Shunaqa. Va ayolingizni maylimi chiqarib siz chiqib turing, sizga aytadigan gapim bor deganda o'zi o'sha ayol tugaydi. Onangizni maylimi deb turib chiqarib turgan paytda o'g'ilni o'zi ham, ona ham tugaydi. Va u ichkarida aytiladigan gap oddiy bo'lmasligi aniqligini hamma biladi-da. Yo muddat aytiladi, muhlat aytiladi yoki imkonsiz ekani aytiladi. Endi borib shu muddatda maza qilib yashab olinglar. Qanchadir oy qoldi, uylarda o'tkazsin, shifoxonada yotib nima qiladi? degan gaplar aytiladi-da. Va mana shunaqa vaziyatdan chiqib ketishni chin dildan xohlovchilar bor. Ammo mablag' tarafdan imkoniyat qila olmaydiganlar yetarlicha. Mahsulot qay darajada hamyonbop bo'layapti odamlarga? Mahsulot hozirgi paytda narx masalasiga keladigan bo'lsak, baribir bu hazilkam kasallik emas. Boya aytganimdek, har bitta mahsulot ichidagi o'ziga yetarli darajada juda ham katta ichida giyohlari bor. Narxlari ko'pchilik insonlarga to'g'ri kelyapti, Allohga shukr. Lekin bir xil insonlar bor, puli yetmayotgan, qiynalgan insonlar yo'q emas. Bor. Chunki hozirgi paytda misol uchun nafaqat bu mahsulotni, hattoki bir xil insonlar hattoki qo'pol qaytganda qozonni qaynatish o'zi ham oson emas-da. Lekin Alloh ularni ham rizqini yetkazib qo'yapti-da. Kasalmi, kerakmi, Allohdan so'rayotib yetkazib qo'yayotgan insonlar ham bor. Lekin narxlar masalasi bo'yicha Allohga shukr, ko'pchilik insonlarga yoqyapti, yaxshi, yetarli darajada qulay. Izohlarda narx qancha deb yozadiganlar bo'ladi.
Narx aytiladimi hozir? Aytish joizmi? U narsada narx masalasi bo'yicha xohlasa misol uchun u narsani aytsa ham bo'ladi. Asosan Telegram guruhimizda ham misol uchun yolg'on gapirib, misol uchun narxini keyin aytamiz degan narsa yo'q. Ochiqdan ochiq aytadi. Bitta mahsulotini o'zi 1,5 million so'm turadi. Bunaqa Qancha davomida ichiladi u? Bu narsa 120 kun davomida to'xtamasdan ichish kerak. Yo'q, u 40 kunlik bo'ladi. 120 kun davomida ichish kerak. 120 kundan keyin doktor ko'rikdan bitta o'tadi. Eski zaключение va yangi zaключение solishadi. Ana undan keyin yana qancha muddat ichish kerakligi aniq bo'ladi. Chunki hamma organizm har xil. Endi u 1,5 million so'mlik mahsulotimizda bizda 6 xil turi bor. Ya'ni Halila 60+, azaliy qo'l pastasi, yara majuni, geni, pasta xani mahsuloti bor va Halila siropi bor. Bu 6 xil mahsulot insonning organizmidagi onkologik kasalliklarni tezroq bloklashga yordam berish uchun ham qondan, ham suyakdan, ham teridan, ham yumshoq to'qimadan chiqarib yuborishga yaxshi yordam beradi. Endi baribir ko'pchilik savol borda. Onkologik kasallikning turiga hammasiga ham yordam beradimi? Yoki ichsa bo'ladimi misol uchun? Onkologik kasallik boshda bo'lsa ham, suyakda bo'lsa ham, ko'krakda bo'lsa ham, oshqozonda bo'lsa ham bu baribir onkologik kasallik albatta. Davolash turi sal ko'proq bo'lishi mumkin, uzoqroq vaqt olishi mumkin, lekin inshaalloh juda ham ko'p turlarida albatta yordam beryapti, chunki uni o'zim kuzatdim. Suyakdagida ham kuzatdim, qondagida ham kuzatdim, hattoki ko'krakdagida ham, bosh miyadagida ham, o'pkadagida ham barchasini kuzatganim uchun aytyapman bu narsani o'zim. Rak kasalligini bir nechta xil turlari bor-da. Odamlar orasida ommalashgani shu, yaxshi sifatli, yomon sifatli, tegi bo'ladigan, tegi bo'lmaydigan ekan deb qo'yishadi o'zi aslida. Tagini olib qaraydigan bo'lsak. Demak, yaxshi sifatlisiga ham, yomon sifatlisiga ham birday taalluqlimi bu mahsulotlar? Endi sog'lom inson bu narsani ichgandan keyin u o'sadigan turi bo'ladimi, o'smaydigan turi bo'ladimi, ichsa bo'ladi. Chunki Alloh hasasin baribir qanaqadir muddatdan keyin u inson agar gormon ichsa, vitamin ichib qo'ysa, u narsa xavfliga aylanib ketishi mumkin baribir. Chunki bunaqa rezultat, misol uchun, bo'ldi, bu o'zgarmaydi 100% deydigan narsani o'zi yo'q. Hozir mana shu 6 xil mahsulot bitta jamlama deb aytdingiz. Albatta. Shu jamlama 1,5 million so'm yoki har biri 1,5 million? Har biri 1,5 million so'mdan. So'mdan va u 40 kunga yetadigan miqdorda. Va shu miqdor ichilgandan keyin shifokor ko'rigidan o'tish kerak bo'ladi. Keyin qancha muddat davom etish kerakligi yana ma'lum bo'ladi, aytiladi. Yuqorida o'zimni farzandim ham, o'zim ham ichaman deb aytib o'tdingizda, aslida o'zing iste'mol qilmaydigan mahsulotni birovga tavsiya qilma deyshadi. O'zing kiymaydigan kiyimni birovga tavsiya qilma deyshadi. Bu insofdan emas deyshadi. Va aynan profilaktik maqsadda buni qabul qilish haqida xulosa olyapman-da hozir. Albatta. Ya'ni istalgan immunitet bilan bog'liq xastaliklarni oldini olishda bu yordam bera oladi demak. To'g'ri. Endi ko'pchilik holatlarda shunaqa holatlar ham kuzatildi. Hozirgi paytda bilasiz, insonning organizmi bir-biriga zanjirda. Misol uchun inson non yesa, qatdan o'tib boradi. To'g'rimi? Birinchi tomondan o'tmasdan turib ichida paydo bo'lib qolmaydi-yu. Organizm bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Hozirgi paytda hattoki shunaqa holatlar bo'lgan. Endi ko'pchilik misol uchun aytish mumkin, bu bepushtlikka ham yordam berar ekan degani emas. Biroz tushuntirib bermoqchimanki, ayollardagi shamollashlarni bartaraf qilgani hisobiga, ayollardagi kasallikni yo'qotgani hisobiga, hattoki yillar davomida qiynalib farzandli bo'la olmayotgan ayollar, farzandli bo'lgan ayollar ham bor. Bu haqiqat. Juda ham ko'p shunaqa ayollar bor. Chunki bu insonning ichki organizmidagi o'sha kasalliklarni bartaraf qilib, misol uchun massapatiya, fibrozli massapatiya, kista, miomalarni so'riltirib yuborgani hisobiga insonning organizmida o'sha hattoki homiladorlik jarayonini ham keltirib chiqargan insonlar bor-da. Bu haqiqat. Mijozlar bilan muloqot davomida ulardan oladigan eng ko'p savolingiz bu kafolat bilan bog'liq bo'lsa kerak. Nazarimda kafolatlay olasizmi 100% davo bo'ladigan. Va mana shu jarayonda o'zingizda foyda bo'lmasa-chi degan ikkilanish ham bo'ladimi? Yo'q. Yo'q, umuman. Chunki u inson o'zi misol uchun hozirgi paytda harakat qilyapti. Nimaga men u insonni ko'ksdan itarishim kerak? Chunki u insonning hamma ishini yopib bo'lgan. Nimaga? Yo'q, harakat qilsin. Bu kasallikmi inshaalloh yengib o'tadi. U narsaga ishonch bilan harakat qilgandan keyin sanam siz ham shu tilimizdan chiqadi-yu, inson bilan faqat chiroyli gaplashib tursangiz, u insonga motivatsiya berib tursangiz, u insonni o'z shirin gapingiz o'zidan ham sog'ayib ketadi. Chunki ko'pchilik insonga ishini yopib bo'lganda, qo'pol qaytganda. Lekin Allohga shukr, shu paytgacha hech qaysi bitta ham insonga yo'q bo'ldi, yordam bermaydi, foydasi yo'q degan narsa bo'lmagan, ichimdan unaqa o'tmagan lekin. U xoh necha yosh bo'lishidan qat'iy narsa. Lekin misol uchun yosh kichkina bo'lsa yoki yosh katta bo'lsa, ahvoli juda ham og'ir bo'lsa ham kichkina anaqada dozada ichasiz. Hammasi tushuntirib beriladi baribir insonlarga.
Hozir faoliyatingizga necha yil to'ldi? Hop, bu aynan onkologiya kasalliklar bilan ishlayotganimizga salkam 1 yildan oshyapti. 1 yildan oshyapti. Undan avval ham bu Undan sohada oldindan bo'lgan. albatta, chunki undan oldin yordamchi bo'lganman, shu tibbiyot tomonlama, tabobat tomonlama. Ko'pchilik insonlar bilan shu asosan mastopatiya, fibroz mastopatiya bo'yicha, prostata beshamonlashlari bo'yicha va jigar masalasi bo'yicha insonlar bilan tabiiy tomonlama yordam berib borardim. Mana Allohga shukr, mana hozirgi paytda endi shu onkologiya kasalliklar bilan ishlayapmiz. Faoliyatingizga rivoj va mijozlar bilan muloqot davomida ishonamiz, ularni sog'lomlik darajasi bugungi intervyudan keyin yanada ko'tariladi, chunki yuqorida aytganimdek, baribir ixlos, muhabbat, ishonch hamma narsani o'zgartirishi mumkin va bugungi suhbat faqat iste'mol qilayotganlarga emas, ikkilanishda turganlarga ham bitta turtki bo'lsa, nazarimda ular sog'lomlik tomon yana jiddiy qadamlar tashlagan bo'ladi. Xudo xolasa albatta. Xush kelibsiz. Salomat bo'ling, yaxshi kunda ko'rishlik iloyim. Rahmat.